26 qism. Kechidagi mehmonxona. Lavliyoning bu ovozi meni olli qayoqlarga tortib ketdi. Mis soatni bir taraf qilolmadimmi nima? So'rashga ulgurmayla Lavliyoni yudigunimcha sirtqa qarab qochdim. Amdili zaldan chiqishimga soqchilarmi yetib kelgan bo'lib, bizning birinchi qavatdan chiqqanligimizni ko'rib, hang-tang qoldi. Atrat boshlig'i mendan savol so'rmoqchi bo'lganda, tuyuqsizla gum qilgan ovoz birinchi qavat zalidan anglandi. Bu ovoz shunchalik kuchli ediki, butun binoning aynaklari cheqilib, kuchli etilish kuchi o'yildagi odamlarning hammasini necha metr nerisiga cho'ribatdi. Hamma yer to'pichaq. O'yildagi ojiz chiroq nurida atrof g'uvo ko'rinadi. Xeylidan keyin shamol chang to'zonni uchirib ketganda, yenimda yotgan Lavliyoni ittirib chaqirdim. Lavliyo, qandaqroq tursiz, ha? Naringizni yarlandirdingiz. Bunda qilgan ko'rib baqay. Lavliyo qattiq yo'tilib, beshini chayqab qo'ydi. Lavliyo xo'yovshandagi olvosli o'nkirdan qaytib kelgandan tortib, chiroyi izchil yaxshi emas. Bugungi kunlikda mis soatni bir taraf qilish uchun xeyli kuch sarf qilg'ashqa, hozir qarmoqqa intayin ojizlab ketgandek. Hatto ko'zni ochqudakmi kuchi qolmagan edi. Hey, qaranglar. Mis soat yo'q turdi. Qanday ish bu? Yandagi bir soqchi zalni ko'rsatib shundoq dedi. Qarasam, zalning hammali yerda yog'och partisi, aynak chechilib yotgan bo'lib, tomning oldidagi yiliqi mis soat yo'q. Faqat qizil ranglik supili qopdi. Muvaffaqiyat qozondik. Lavliyo soatni yig'ishtiribdi. Xushalligimda ojizlab ketgan Lavliyoga qarab, uni tezlikda doktorxonaga olib bordim. Meni xotirjam qilgani, Lavliyo faqat charchab ketgan bo'lib, bir mazgil orom osili bo'ldi ekan. Shunda qilib, mis soatning ishi oxirlashgan bo'ldi. Shirkat pechatni yirtib, birinchi qavatni normal ishga kirishib, hamma narsa tinchlandi. Lavliyoning mis soatni buzib etganlik ishi tez suratda shaharga tarqalib, barliq xabarlarning beshini Lavliyoning hikoyasi oldi. Ba'zilarining temisi texmo o'ta. Lavliyo karomat mahorati bilan razil soatni bo'ysundirdi. Shopurning ishtini ho'l bo'lsa-mu o'yin ko'di. O'ylasammi, bu yerdagi shopur deyilgini o'zim ishkanligini bilaman. Ammo boshqalarning nima deyishi bilan ko'rim yo'q. Leo buvayning chapini ostida tarlab xabarga chiqishmi o'yim yo'q. Lavliyo doktorxonada yotgan bu necha kunda qaraydigan odam yo'q. Izchil men o'zim yolg'iz holidan xabar olib kelyapman. Lekin Lavliyo kunda menga gap qilgandimi, yana shundoq so'g'uq talaffuzda dedi. Shundak. Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Doktorxonadan chiqish rasmiyatini o'tibdi. Lavliyoga olma axlab berib atatdim. Qanchinchi qitim rad qilganligimni o'zimmi bilmayman. Voy, jim yetib oramingizni olsangiz bo'lmamdi. Atidan kashkicha doktorxonadan chiqamanli deydi ekansiz. Nima orom oladi? Ha? Qilmagan nurg'un ish bor. Bugun qandoqli bo'lmasin chiqib ketaman. Sen 10 yil avvalgi 4-shopurning kimligini bilging yo'qmi? Bu gap qiziqishimni qo'zg'ab, Lavliyoga qaradim. Haras, siz menga mis soatning ishi oxirlashganda u shopurning yeniga opirman degan. 10 yil oldidagi suv omborining qatnash voqeasini biladiganlar oz. Bo'libmi, mushu 4-shopur. Onu biladiganlar sanoqliqlar. Buni anglab, qavatli xushal bo'lib, to'yiqsizlar Lavliyo ilgari menga ma'qul bo'lgan bir ishi esimga kelib so'rdim. Hey, Lavliyo, oldin qaytim siz bilan olvosli o'nkirga tushdim. Siz tehi menga bir savol qarzdor juma. So'ra. Qo'lig'im senda.
Leo degan menga izchil kichik ikki qavatning maxfiyatini izda deydi. Meningcha u qolgan ikki hujjat papkasini demakchi. Hozir bu narsa g'oyib bo'ldi. Siz menga aytib bering. U ikki hujjat papkasida nima bor? Bilmayman. Ma'qul. Endi boshqa savol so'ray. Javob berib bo'ldim. Davomli so'ramoqchi bo'lsang, undaqda gapimni angla. Hey, bilmayman deganmi javobmi? Bunda chidamaslik qilmoqchimi? Bu gapni anglab titildab ketdim. Lavliyo koni kaltigini ilib karvatdan tushdi. Oxirgi avtobusning murakkab munosabatini tasavvur qilolmaysan. Hozir sana biladiganlarimni aytib bersam-mu, qabul qilolmasligim mumkin. Onun ustiga ba'zi ishlarni men aniq bilmayman. Sen avval men bilan berib, taraqqiyot rayonidagi 4-shofir bilan ko'rishgan. Lavliyoning bu gaplariga men albatta qoyil emas. Lekin maxfiyatlikning hammasi uning qo'sig'ida. U demisi mendan nima amal? Oxirda uning bilan kelishib, at tushda shahar g'arbidagi taraqqiyot rayoniga berib, shu sirliq hayot qog'uvchini 13-yo'l oxirgi avtobusining 4-navbatlik shoferini izlamoqchi bo'ldik. Bayfan ishikdan chiqadiganligimni anglab, birlikda tomoq yeymiz deb turib oldi. O'ylab baxsam, u texi Shavliyo bilan ko'rishmoqda. Shunga Shavliyoni ilib oldim. Shavliyo ikkimiz oshxonaga kelib, yarim soat saqlagandan keyin Bayfan bir do'stini ilib paydo bo'ldi. Bayfan Shavliyoni ko'rib, qizg'inlik bilan ahvollashdi. Men o'rnimdan turib, uning do'sti bilan qo'l elishdim. Ammo qo'limni chiqarganda, ondan bu qizning chiroyini ko'rdim-da, qattiq cho'chib ketdim. U dal suv omborining yonida o'lib olmoqchi bo'lganda, men qutuldirib olgan. Ikkinchi kuni mis soatning oldida tizilib o'lgan qizil ko'ylakli qiz xato emas. U garchi bugun qizil ko'ylak kiyib olmagan bo'lsa-mu, lekin bu yo'g'on ko'zlari, chiroyli 5 a'zosi aniq esimda. Bugungi kunlikda Bayfanning kaynida paydo bo'lganda qattiq cho'chib ketdim. Leo, chiroyli qizni ko'rsangiz anglab qoladi ekansiz-a? Bu mening do'stim, ismi Tangyav bo'ladi. Anglab qolganligimni ko'rib, Bayfan shundoq deb tanishtirdi. Diqqatimni yig'ib olib, o'zimni majburiy besib, beshimni lingshitdim. Bu Tangyav ismli qizmi kulib qo'lini uzatgan. Ahvolni ko'rib, tezlikda qo'limni tortib oldim. O'lik bilan har qanday tegishishni xohlamayman. Shavliyo bu qizni ko'rib, qattiq xushal bo'lib, uning bilan ahvollashib, koni do'stlardek parangga tushib ketdi. To'timiz bir ustalni cho'rtab o'ltirdik. Bayfan bilan uning munosabati xeyli yaxshidek qilamdi. Tamoq oralig'ida bir-biriga kusurlashib, kulishib ketdi. Bu tamoqni faqatli yeyolmadim. U ikkisi ahvolni bilmagandan keyin mayli. Lekin men uning bilan paranglashib, kashda u menga o'zining ichinishlik muhabbat hikoyasini so'zlab bergan. Dal soqchilarning dokladida yozilgan o'lguchining ishlari. Qandaqla bo'lsin, buni tushundirgili bo'lmaydi. Ko'z oldimdagi Bayfan bilan Shavliyoning ishonchiga erishgan Tangyav cho'qimchin. Tamoqdan keyin ayrildigan vaqtida bu chiroyli Tangyavning menga qarab g'alit kulganligini ko'rdim. Ikkinchi kuni tushda Lavliyo bilan taraqqiyot rayoniga boradigan avtobusga chiqdik. Yo'lda yanala musha qizni o'ylab maqdim. U balkim rostli Bayfanning do'stidir. Lekin Bayfan komandirovkaga chiqqan bir hafta ichida o'lgan bo'lsa, Bayfan hozirgi ahvolni bilmasligi mumkin. Bularni o'ylab Bayfanga uchur yozdim. Tangyavda masala bor. Qaytib kelgandan keyin deyishayli. Uning bilan endi ko'rishmam. Bayfan qaytirgan uchurdan yig'lishim yoki kulishimni bilmadim. Ko'rishiman.
Lavliu chiroyimning echilmaganligini ko'rib, og'rib qoldingmi deb so'radi. Bo'lgan ishlarni uningga aytib bersam, Lavliu masxara aralash so'g'uq kuldi. Nemandaq kimni ko'rsam jin deysan? Ha? Boshda meni jin dedim. Endi qizlardan gumonlanib yurayotamsan. Hey. Men texi Lavliu gapimni anglab, chiroylari o'zgarib, odam qutultirishga boramdikin deb o'ylagan. Lekin hozir kallamni joyida emas deydi. Mayli qandoqli bo'lsin, men qaytib kelishdan ilgari Bayfanga hech qanday chataq chiqmaskan deb umid qilaman. Taraqqiyot rayoniga kelganda kech soat 8 bo'ldi. Lavliu ikkimiz arzon deb yo'l bo'yidagi kichik yotoqqa kirdik. Eshikdan amdili kirishimizga pakar dog'liq kelgan o'ttir yosh yeyib oldimizga keldi. Yotoq olamsizlar? Ha? Ikki og'iz cho'ng karvatlik yotoq bormi? Hay, sat bo'ldi, sat bo'ldi. Faqat ikkinchi qavatning ang ichidagi o'lchamli yotoq qopdi. Komandirovkaga chiqadiganlarning hammasi biladi. Mehmonxonada yotganda yomon ko'radigan bir ishi bo'lib, ang yaxshisi palampay eg'izi yoki koridorning ang chetidagi uyda turishga bo'lmaydi. Lavliuga qarab baxsam, u hech nima bo'lmagandek beshini lingshitdi. Xo'jayin ikkimizni ikkinchi qavatga olib chiqdi. Bu yotoq ikki qavatlik bo'lib, ichida bezakmi yo'q. Beshini ko'tirsa, suv turbularimi ko'rinib turadi. Biz olgan uy cho'ng emas. Uyda ikki karvatdan boshqa hech nima yo'q ekan. Xo'jayin oshqushni menga bergandan keyin burilib chiqib ketdi. Lavliu ikkimiz mundaqli yuyingandan keyin o'z karvatimizga chiqdik. Bu Lavliu nimali degan bilan yoshga cho'ngib qolgan bo'lib, beshi yostiqqa tegibli xo'rakka ketdi. Bu yotoqning ovoz to'sishi yaxshi emas. Lavliu yinimda xo'rak tatqinni oz deb, qo'shni yotoqdagilarmi xo'rak tatib, birsi besiqsa birsi chiqib, qat'iy uxlayolmay, tamakidan birini tishlab sirtga chiqdim. Bugun yomg'irliq kecha. Sirtda qattiq yomg'ir yig'ayotgan bo'lib, koridorning derisidan sirtning yomg'irliq manzilasiga qarab turdim. Xiyolga ketibdiman. Tuyuqsizlar kaynimdan birsi meni urib qo'ydi. Qattiq cho'chib kaynimga burilib qarasam, yotoqning xo'jayini uxlash kiyim bilan menga kulib turibdi. Kichik aka, yomg'irliq kechida havo sovuq. Sirti bak uzun turma, ha? Beshimni aron tasti lingshitgandan keyin xo'jayin burilib pastga tushib ketdi. Uzundan uzun o'hsini batdim. Bu tamakini chekib bo'lanmog'udekman. Shularni o'ylab, tamakini o'chirib kirib ketmoqchi bo'ldim. Bu chaqda qarasam, yondagi yotoqning eshigi shamolda g'ij qilgan ovoz bilan ochilib qoldi. Bu uydagi xo'rak ovozi Lavliunikidan qilishmaydigan bo'lib, esimda aniq turibdi. Bularni o'ylab, yotoqda yotgan odam shamoldab muzlab qolmasin deb eshikni yepib o'tmoqchi bo'ldim. Ammo eshikni yopmoqchi bo'lgan shu paytda eshik yo'chug'idan qarasam, bu uy qop-quruq. Ikki karvat yondash qo'yilgan. Yotqanlarmi ratlik tizilgan. Hech kim yo'q. G'ayrilik his qilib turganimda tuyuqsizlar kaynimdan birsi meni ittirib etdi. Bir mulloq bilan ichiga kirib, aloqsodi bo'g'inimdan kaynimga qaradim-da, tos qoldim, yuragim qipidan chiqib ketgili. Bu chaqda bir jup qip-qizil qonga to'lgan ko'z 1 santi orliqda menga tikilib turadi. Yigirma 7-qism. Yordam. Bu bir jup ko'z ajoyib yo'g'on ichildiki, o'zimni tutib olib, sinchilab qarasam, chataq. Bu dal doktorxonada men bilan adovati bor, izchil mendan o'chilish uchun izlayotgan heliqi taqirbosh. Aloqsodi bo'g'inimcha uningga qaradim.
esimda aniq turibdi. Shu kuni kechda u 10 sho'rkilarini boshlab shirkatga kelib, mendan o'lchanmoqchi bo'lgan. Natijada bularning hammasi birinchi qavat zalda mis soatning oldida jon uzgan edi. Eng oxirida haqiqatan birsi bosh ko'zi qon holda yugurib chiqib ketgan edi. Shu odam umi? Taqirbosh mening qo'rqib ketganimni ko'rib kulib ketdi. Men qarsam sen mi tayliq ekansan? Ha? Qo'rqinchli soatni yig'ishtirib bo'pmi? Yuraging hajab kichikkansan. Sen zodi nima qilmoqchi? Ha? Buvaydan kechirim so'radim. Nimaldak bo'ldi qilmaysan? Taqirbosh bir tal tamogini tutashtirgandan keyin karvat qirdi putini olmab o'ltirdi. Bo'ldi qilamdimi? Hey, otamning ishi o'tib ketgan taqdirdimi? Sizlarning shirkatda ichinishlik o'lgan birodarlarimcha. Buni bo'ldi qilamdim. O kuni kechda o'zinglar zalga etilib kirdinglar. Uning ustiga odam o'ltirgani mis soat. Men emas. Ay, bo'ldi qila. Hey, o kuni olgan qarg'ayning 5 qattiq bo'g'ashqa usib o'lmadim. Mana qara. O beshini sangilitib birdan o'ylagandan keyin yana kulib ketdi. Bu ishmo tugmaydi emas. Menga bir ishda yordam qilsanglar. Bu so'tak qari yo'ldagi odam. Qo'l ostida sho'rkilari ko'p. Men yordam qilgudak emas-ku. Men nima yordam qilaman? Ha? Nima yordam qila olayman? Bunday qish. Yangam Yilan yo'li tarafda 4 qavatlik kichik binoni elib, mehmonxonaga o'zgartmoqchi. Lekin o yer sal takshi emas ekan. Avi qeri ikkinglar berib hal qilib yetinglar. Ha? Bu gapni anglab jiddiylashgan nervlarim oxiri bo'shashdi. Bu Taqirbosh cho'qim bizning mis soatni yig'ishtirgan xabarimizni anglab, mush yerda saqlab turibdi ekan. Undaqda aytibaqina anglab baqay. U 4 qavat qandoq takshi emas ekan. Taqirbosh chekib bo'lolmagan tamakisini yerga tashlab dasivatgandan keyin yaqinroq keldi. Bu bino qaynoq bozor emas. Atrofdagilarning hammasi o'ltiraq rayon. 7 yil ilgari asli cho'ng talla bozordi. Keyin amalloq saqlovchilari tamakini qalaymiqan tashlab o't ketib nurg'un odam o'ldi. Shu ish chiqqandan keyin talla bozori tugashdi. Keyin sirtdan kelgan bu ishni uqmaydigan birsi pulg'ajlab setib olgandan keyin mehmonxona qildi. Qanday bo'ldi deb baqa? Ha? Yana o't ketdi. Ha? Shundaqmi ish bormi ekan? Ikki qitimda ozodam o'lmagan-da. 100 necha odam degan. 100 necha. Bu binoda shuncha ko'p odam o'lgan turib, yangang nima ish qilib o'tibdi? Ha? Hay. Arzonda. Bu ikki ishdan keyin bino izchil setilmay turdi. Lekin yangam bunda chin olvostlog'i ishonmaydigan odam. Setvog'ili 3 yildan oshdi. Har qitim bezab ikkinchi qavatga kelganda bekodil o't ketdi. Yana necha bezakchi ustam o'ldi. Yangamning yuqoridagilar bilan munosabati yaxshi bo'lmagan bo'lsa, burli tutilib qoladi. Ha? Bu gapni anglab tushundim. Avval bu bino rostli taksi emas ekan. Uningdan keyin buning yangisimi oddiy odam emas ekan. Bo'ladi, sinab baqay. Avval deyish olayli. Bu ishda sana yordam qilaman. Keyin meni qayta izlamaysan. Ha? Taqirbosh ma'qul bo'lganligimni anglab, qaqoqlab kulib ketgandan keyin mo'ramga urib qo'ydi. Ma'qul. Chataq yo'q. Hey, bu ishni bitirsam,
bundan keyin taraqqiyot rayonida qizil chiroqlardanmi ko'zingni yumib o'tsang bo'ladi. Bu poni anglab toz qoldim kulib atkili. Taqirbosh o'rnidan turib sirtqa manganda burilib dedi. Ha, mening ismim Jangchang. Ha, boshqalar meni Changaka deydi. Og'illarim Vanzito deydi. Bundan keyin meni Vanzito desang bo'ldi. Atisini og'il odam evatman. Xo'shamsa. Vanzito laqamlik taqirbosh shundoq degandan keyin sirtqa chiqib ketdi. Yatag'imga qaysam, Lavliyo texchi guldirmomidek xo'rakni tatib yetibdi. Yatqandan keyin izchil bu ishlarni xiyol qildim. Vanzito degan bu odam o'sh bo'lsa cho'qim oladigan odam. Bundan keyingi kunlarimni tinch o'tkazish uchun bu ishga cho'qim yordam qilishim kerak. Ikkinchi kuni saharda Vanzito oldimizga mashina avatibdi. Lavliyo tangriqqigan holda men bilan mashinaga chiqdi. Yo'lda Lavliyoga bo'lgan ishlarni aytib, uningdan yordam talab qildim. Lavliyo yanada shundoq muz chiroyda bo'lsa-mu, lekin men bu bo'yni bilaman. Ko'ngli issiq. Mashinadan tushganda bu yerning muhitidan hayron qoldim. Atrofdagining hammasi o'ltir rayon bo'lib, uning ustiga o'ttir yuqori darajalik boylar rayoni ekan. Kichik 4 qavatning o'rni bu o'ltir rayondagilarning o'tadigan ko'cha eg'izdi ekan. Lavliyo mashinadan tushib, kichik binoga qarab, beshini chayqab qo'ydi. Hey, Lavliyo, shuncha ko'p odam tursa, beshingizni chayqamang. Bundaq o'zingizga ishamaydigan ishni qilmang deyman. Lavliyo ko'ni hassi bilan meni noqib qo'ygandan keyin bino ichiga qarab mangdi. Uning kaynidan agishib manganda Vanzito kaynimdan varqirdi. Men kirmadimmi? Ikkinglar ehtiyot qilasizlar. Bino ichiga kirganda qattiq cho'chib ketdim. Garchi hechnim bo'lmasa-mu, lekin bu tom qog'ozlari, to'g'rislari intoyin hashamatlik edi. Ko'rib bilishga bo'ladi-ki, bu yer ilgari boylar uchun ta'minlangan yer edi. Bu binoda oz odam o'lmabdi. Anglashimcha, bu yerga 2 qitim o't ketibdi. Lavliyo beshini lingishitib qo'yib, qo'lchirog'ini tutib, ustiga qarab mangdi. Uningdan ansirab, chopinni tortib qo'ydim. Lavliyo, mushundaqlik chiqamdoq? Hech qisi yo'q. Garchi kunduzi bo'lsin, lekin buning ichida chiroq yo'q. Atrof yanada intoyin qorong'u edi. Ikkinchi qavatga chiqqanda ko'ginimiz uzun koridor bo'lib, ikki tarafdagi uylarning ba'zilarining eshigi ochiq, ba'zilarining hem taqalgan edi. Qo'lchiroqning yorug'ida ikkinchi qavat koridorning eng ichiga kirganda qorong'ulikdan tuyuqsizli g'alati ovoz anglandi. O'diqqinimdan Lavliyoga ching choplashib mangdim. Bu ovoz borgan sari kuchayib, qo'yq chochlarim tikallashib ketdi. Lavliyoga qarasam, ozroqmi qo'rqmagandek. Yanala tez suratda oldiga qarab mangdi. Qo'lchiroqning yorug'i ovoz chiqqan o'ringa tushganda qo'rqunimdan beshimni burib oldim. Bu bir chochlari cho'lgan ayol bo'lib, yuzlari maynat. O'ng ko'zda qizil homili dehi. Dumbisida yo'g'on xalta bo'lib, yerda zo'ngzuyib o'ltirganicha bizga tikilib, qaramoqqa qo'lchiroqning nuridan qo'rqmaydigandek qiladi. Bu qorong'uda nima qilyapsiz? O'zimni tutib olib so'rdim. Bu ayol tuyuqsizda kulib ketdi. Cho'lgan chochlari ostidagi eg'izini yo'g'on ichib, odamni qo'rqitqudak darajada kuldi. Aski-tiski teryapman. Bu gapdan badanim shurkinib ketdi. Binoda hozir ozroqmi nur yo'q. Hatto 5 qo'lnimi ko'gili bo'lmasa, bu yerda aski-tuski teryotamda.
ayol shundoq deginicha yenimizdan o'tib ketgandan keyin pastga tushib ketdi. Buni ko'rib to'van ovozda so'rdim. Lavliyo, endi ichiga maqmayli. Bekli qo'rqinchli ekan. Lavliyo bu ayolning yiroqlab ketayotgan soyisiga qarab qo'yib, beshini lingshitdi. Sirtqa chiqqanda Vanzdo oldimizga kelib so'rdi. "Ha, qandoq? Lavliyo, xeyri avachliqmikan, ha?" Lavliyoning so'g'uq mijozda uning bilan kori bo'lmay, hassini so'ragunicha ketib qoldi. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Bir aski-tuski yig'adigan ayol uchrab qoldi. Sizlarmi ko'rgansizlar? Nima? Nima ayol? Bu yerda nima pul yarg'udak aski-tuski bo'lsin, ha? Uning ustiga prasning chiqqanligini ko'rmadim-ku. Chiqmadi? Vanzdoning bu gapidan qattiq cho'chib, ortiq o'ylashga petinolmay, beshimni lingshitib qo'yib, Lavliyoning yeniga ketdim. Lavliyo beshini sangilitib bir narsa o'ylayotgan bo'lib, xelidan keyin birli eg'iz gap qildi. Bu bino xeli avorchilik ekan. Qiyindak turdi. Lavliyoning bu gapini anglab, beshimdan ter tepchib chiqib ketdi. Bu binoni yig'ishtirish uchun kashta kelishimiz kerak. Lavliyo, bu bino kunduzimi kechidek qorong'u tursa, nemisi o'xshamaydi? Albatta o'xshamaydi. Kunduzi muzakkar quvvati kuchlik. Razilliklar chiqolmaydi. Deb qo'yib, Lavliyoning kayindan gap qilmay maqdim. Lavliyo yotoqqa qaytgandan keyin tayyorlik qilishga boshladi. Bu narsalarga qarasam intayin oddiy ham g'alati edi. Yerim botolka to'xo qini, bir varaq oq qog'oz, bir xoti kuji kuli. Xotidan birini ilib, bu uch narsani avaylab sog'andan keyin kash kirishini saqladim. Kash soat 9 bo'lganda Lavliyo meni chaqirib eshikdan chiqdi. Yotoqning xo'jayinini tepib, yana bir necha kunlik pulini to'lavatdim. Lekin eshikdan chiqish oldida tuyuqsizla xo'jayinning g'udungshigan ovozi anglanib qoldi. Yana 2 oy bo'shida, o tarafda. Bugun havo yaxshi. Tashlandiq binoga boradigan yo'l xeyli qaynoq bo'lib, lekin binoga yaqinlashgan sari odam oziyib ketgan edi. Binoning oldiga kelganda cho'nqur nafas elib, jiddiylashib so'rdim. Lavliyo, bu xoltidagi 3 narsani nimaga ishiltidi? Lavliyo men bilan kori bo'lmay, beshini sangilitib kirib ketdi. Ikkimiz udul 2-qavatga chiqib, bir oylinib chiqqandan keyin hech qanday g'ayrilik bayqamadik. 3-qavatga chiqayli. 3-qavat bilan 2-qavat o'xshamaydi ekan. Bu qavat diskoxonadek bir yer bo'lib, intayin cho'ng sahnasi bor ekan. Ammo necha qitimliq o'tda bu yer kuyib, mudhish ko'rinyotdi. 3-qavatga chiqqanda tuyuqsizla kaynimdan guldir g'alab qilgan ovoz chiqdi. Xuddi eg'ir narsa tushib ketgandek. Tezlikda kaynimga burilib, qo'l chirog'ini yiqib qarabla, butun badanimdan so'g'uq dar chiqib ketdi. Oldimdagi koridorda chech cho'vilgan bir ayol menga dumbisini qilib, kassasini to'lg'ab usul o'ynayotdi. Halqiliq yeri u texi kuyib ketgan kiyim kiyibdi. Lavliyo, qarang! Cho'chib varqirib etdim. Lekin tuyuqsizla benormallikni sezgandek bo'lib, shiddat bilan kaynimga qarasam, Lavliyo yo'q. 28-qism. Lavliyo g'oyib bo'ldi.
bu qop-qorong'u 4-qavat men uchun aytganda meni tugashtiradigan ish. Qo'lchirog'ni atrofga qalaymiqan tutdim. Lavliyo! Siz nerede? Lavliyo! Bu atrofda menga javob bergudekdan qorong'ulikdan boshqa avu usul o'ynab turgan ayol qolgan edi. Uning diqqatini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun putimni avaylab ko'tarib, ovoz chiqarmaslikka tirishib, palampay tarafga qarab yo'tkaldim. Butun badanimdan sovuq ter qo'yilib, ichimda mingni takrorladim. Kendinga qarama. Kendinga qarama. Herkes qarama. Herkes qarama. Herkes qaramayman. Qat'iy qaramayman. Yo'q. Qaramay. Kuyib ketgan kiyim kiyib olgan ayol menga dömbisini qilib, kossasini bir to'lg'ab, tuyuqsizlik kayniga burilgandek harakat qildi. Voy opam! Qattiq varqirab kaynimga burilib qochdim. Ikkinchi qavatga tushganda putim bir narsaga putlashib, go'plik qilib, yiqilib tushdim. Qattiq yiqilg'ashqa qo'lchirog'im qo'limdan chiqib ketdi. Atrof qop-qorong'u. Tezlikda yonfulni ilib, ojiz nurda o'rnimdan turgandan keyin davomli qochdim. 3-qavatdan 1-qavatga tushguncha qancha qitim yiqilganligimni bilmayman. Ishqilib, oxiri usti beshim to'pi holda yenib chiqdim. Ko'chada hozirg'inimcha turdim. Yuragimmi tepadan chiqib ketdigandek do'pildab so'qiyotdi. Lavliyo. Bino ichida shuncha palaqshib, Lavliyo yiroqda bo'lsa-mu og'ni yalaydigandi. Lekin ozroqmi shapi chiqamidi. Acaba Lavliyo 4-qavatga chiqib ketdimi? Lavliyoning qanday karomati borligini bilaman. Shunga uning bexatarligidan ansirmasammi bo'ladi. Bino oldida 10 minutdek saqladim. Lavliyoning chiqmaganligini ko'rib, avval yotoqqa qaytib saqlamoqchi bo'ldim. Yo'lda yanala yiliqi kuyib o'lgan jin xotindan ansirab o'ldirdim. Elimi yaxshi, o burilmay turib qechib chiqib oldim. Agar chiroyini ko'rib qolsam, yuragimdagi mangu o'chmas dog' bo'lib qoladi. Shu xayollar bilan yotoq oldiga birdamdili kapdiman. Yotoqning eshigi hem etilgan bo'lib, amdili berib eshikni chekay deyishimga, tuyuqsizla qurib ketgan qo'l kaynimdan beligimni tutib oldi. Cho'chiganimdan butun badanim shirkinib, sol mushtimni ko'tiribla kaynimga urmoqchi bo'ldim. Lekin ko'z oldimdagi manzirdan qetib qoldim. Lavliyoga hayronlik bilan tikilganligimni ko'rib, u menga gap qilmaslik ishorasini qilgandan keyin meni yotoqning eshik oldidagi pakar tomning kayniga opadi. Ko'nglimdagi savollarni bosolmay to'van ovozda so'rdim. Lavliyo, bu yerda nima qilsiz? Nimandaq tez qaytib keldim, ha? Lavliyo yotoqning eshigiga qarab qo'ydi. Lavliyoning bu gapini tushunamay, texmi ochchig'im kelib so'ray deyishimga, u yana to'van ovozda dedi. O 4 qavatda masala yo'q. Masala mau kichik yotoqda. Sana xato yetib qolmasin deb ustiga chiqirib etib, o'zim qaytib kelib tekshirmoqchi bo'ldim. Lavliyo, siz saram bo'lmagansiz? O 4 qavatda 100 tak odam o'lgan tursa, masala yo'q deysiz. Men texi boyili kuyib o'lgan jinni ko'rdim. O binoda o'lgan odam ko'p bo'lgan bilan, lekin jin yo'q. Menimcha, hech qitimliq o'tni eliqi nervisi chatoq askutusga yig'adigan ayol qo'ydim ekan. Hey, to'g'ri. O xotin izchil bu binoda. U yerni uy qilib olibdi. Albatta,
boshqalarning uni chiqarib etishini xohlamaydi. Shunga bezgan vaqtida o'g'irlikcha o't qo'yib o'tkashga boshqalarga jinbodek tuyg'u bergan. Hey, bundoq bo'lganda boya binoda ko'rgan kossini to'lg'ab usul o'ynagan, kuyib o'lgan jin emas. Dal heliqi askutusga yig'adigan xotinkanda. Oxiri yuragim joyiga tushdi. Texi men eg'iz ochmay turib, yotoq tarafdan ovoz keldi. Lavliyo ikkimiz tomning kayniga mo'kib olib ishiga qardik. Bu chaqda yotoqqa bir jup qiz o'g'il kirgan bo'lib, qo'llarini tutishib, eshik oldida turganda yotoqning xo'jayini oldiga chiqdi. Xo'jayin, cho'ng karvatliq yotoq ichib bering. Voy. Sat bo'ldi, to'shib ketdi. Faqat ikkinchi qavatning eng ichidagi birli eg'iz uy qoldi. Ko'nglimda qattiq norozi bo'ldim. Bu xo'jayin nima qilmoqchidir? Men ishdan ilgari aniqli yotoqning pulini berib etgan tursam, yuk taqimizmi ichida tursa, endi haqqi berib etdi. Qanday gap bo'lib ketdi bu? Bir jup oshiq mashuk ikkilanmay xo'jayinning orqasidan maqdi. Mamayli. Ularning ikkinchi qavatga chiqib ketgandan foydalanib, birinchi qavatni ko'rib boqayli. Lavliyo shundoq deb muramga urib qo'ydi. Ikkimiz o'g'irliqcha birinchi qavatga kirib oldik. Birinchi qavatda kirgandiki zal bilan bodaydan boshqa koridorning ikki tarafining hammasi uy edi. Bu uylarning hammasi taqoq bo'lib, eshikka g'alati qog'oz parchalari choplanib qo'yibdi. Qarasam, qog'oz ustidagining hammasi cheslagan. Buning ichidagi eng burunqisi 2 yil avvalgi vaqt. Qiziqib, oldimdagi eshikni ochib turib qoldim. Quruq ekan. Yana bir eshikni ochdim. Yanada quruq. Birinchi qavatdagi hamma uy qop-quruq. Hey, Lavliyo, qarang. Bularning hammasi quruq tursa, bu xo'jayin nemishqa to'shib ketdi deydi. Lavliyo gap qilmay, eng oxirgi bir uyning eshigini ochmoqchi bo'lganda, taraq qilgan ovoz chiqdi. Quluplanibdi. Bu uy quluplanibdi. Butun birinchi qavatda hamma uy quruq. Faqat mushuli uy quluplanibdi. İçide odam bormidi? Shularni o'ylayotganimda palanbay tarafdan taq qilgan oyog'ining tevishi keldi. Lavliyo ikkimiz tezlikda o'duldagi uyga kirib oldik. Yotoq xo'jayini birinchi qavatga tushib, eshik oldida birisi bilan paranglashgandek qildi. Lekin aniq esimda turibdi. Bu kichik yotoqda ustidagi oshiq ma'shuqlar va ostidagi Lavliyo ikkimizdan boshqa hech kim yo'q. Xo'jayin o'z-o'ziga so'zlab etibdi. Bunda paras qilib bo'lmaydigan qo'rqinish butun badanimni iskanjaga elib, peshonamdan ter chiqib ketdi. Lavliyo, bu xo'jayin sal qo'rqinchli ekan. Lavliyo gap qilganimni ko'rib, tezlikda eg'izimni etib oldi. Dal mushu chaqda zalda havo bilan paranglashayotgan xo'jayinning ovozi yo'qolib ketdi. Taq. Bu oyoq tevishi yiroqdan biz tarafga qarab yiqillashdi. Bu ahvol xuddi ayni chaqda kichik ikki qavatga o'xshash bo'lib, lekin ayni chaqdagisi lav, hozirgisi bo'lsa odam yoki jinlig'ini belgili bo'lmaydigan yotoq xo'jayin. Lavliyo qo'shnisini turib, kiyim ishkobini ko'rsatgandan keyin ikkimiz ichiga kirib yoshirinib oldik. Uzun o'tmay ovoz eshik oldida to'xtab,
g'ij qilgan ovoz bilan eshik ochildi. Lavliyo ikkimiz kiyim ishkobi ichida cho'ngroq nafas ilishqimi petinolmay turdik. Yo'chiqdan qarasam, yotoq xo'jayini tunogin kashdiki iliqi so'sin ranglik uxlash kiyimini kiyib olgan bo'lib, putida yog'och sapmi kash turadi. Dadan. Men bilan paranglashmag'ili uzun bo'ldi, ha? Bugun nima bo'ldingiz, ha? Birasini ko'rdingizmi? Xo'jayin shundoq degash, atrofga qarab, kiyim ishkobiga qarab keldi. Bu chaqda butun badanimdan chiqqan ter kiyimlarimni ho'l qilib etdi. Mushtumimni tayyorlab turdim. Agar u kiyim ishkobini echishga petindigan, uni urib, burnini makchaytib bitaman. Xo'jayin eng oxirida kiyim ishkobi oldiga keldi. Ishkobni ochay deb turishiga zaldan birisining kirgan ovozi anglandi. Odam bormi? Yotoq bormidi? Mana chiqdim. Xo'jayin shundoq deginicha varqirab chiqib ketdi. Lavliyo xo'jayinning yiroqlab ketganini qiyos qilib, kiyim ishkobining eshigini avaylab ichib, ikkalan putimizning uchida dastlab chiqib oldik. Bu kiyim ishkobining ichi demak. Uning ustiga qattiq jiddiylashib ketgachga, chechim elili munchidan chiqqandek bo'lib ketdi. Voy, sat bo'ldi, ha? Hammasi to'shib ketdi. Faqat ikkinchi qavatning eng ichidagi o'yli qoldi. Ko'nglimda yo'g'on savol belgisi paydo bo'ldi. Boya oshiq mashhuqlar ustiga chiqib ketgan tursa, xo'jayin yana shu uyga odam boshlayotdi. Lavliyoga qarab qo'ydim. G'alidiyeri uningdan ozroqmi tar chiqmagan bo'lib, hech nima bo'lmagandek turadi. Uzun o'tmay taq qilgan oyoq tevishi ustiga chiqib ketdi. Hozir berib odam qutuldirmasam bo'lmaydi. Sen ishini taqab, mushada saqlab tur. Hali kelma. Bo'lmaydi. Endi xo'yoshandagidek saqlab turmayman. Siz bilan birga boraman. Kaskinligimni ko'rgan Lavliyo gap qilmadi. Ikkimiz oldi-kayni bo'lib, Boday tarafga menib Palampay oldiga keldik. Bir putum amdili Palampayga chiqishiga ustidan to'yuqsizda echinishlik chiyqirash ovozi anglandi. Bu ovoz odamning qo'ligidan kirib, yurak tegadigan bo'lib, o'ng putum tiyilib, toz qoldim dumchushkili. Bo'lmaydi. Sen chiqsang bo'lmoqdak. Bakli xatarlik. Lavliyo shundoq degandan keyin yana qo'shib qo'ydi. Boday tarafga berishqimi bo'lmaydi. Sen eng yaxshisi boyqi uyga yurishini bilib, men tayyorlagan ilqi 3 narsani ilib, to'g'riqini ichib et. Oq qog'ozni yerga silib, ko'ji kulini oq qog'oz ustiga chashqandan keyin ustida o'ltirib olsanglar bo'ladi. Garchi xohlamasammi, lekin Lavliyo meni to'sib olsa amolim yo'q. Noiloj boyqi uyga qaytib, to'g'riqini, ko'ji kuli va oq qog'ozni oldimda ortiq o'ylamay to'g'riqini ichib etdim. Lekin qolgan 2 narsaga qaraganda turib qoldim. Men aslida untiq. Amdilikda jiddiylashib ketgachga Lavliyoning gapini unutib qoldim. O'ldir. Lavliyo ko'zini oq qog'ozning ustiga chosh dedimi yoki oq qog'oz bilan ko'zini yop dedimi? Kallamniza. Jiddiylashganimdan beshimdan tar qo'yilib ketdi. Bu osti usti tarafi cho'qim intayin muhim. Ozroq xatolik ko'rilsa, roli bo'lmasligi mumkin. Shundoq jiddiylashib turgan vaqtimda to'yuqsiz uduldagi quluplangan eshik ochilib, gum qilgan ovoz bilan bir narsa ichiga tashlangandek qildi. Chatoq. Boday tarafga bog'liq bo'lmagan ekan. Undaqda derizdan qochay. Shularni o'ylab, deriz tarafga qarab yugurib, echishga ulgurmay turiblar, men turgan uyning eshigi g'ij qilgan ovoz bilan ochildi.
qarasam yotoq xo'jayini uxlash kiyim bilan eshik oldida turgan bo'lib, qo'lida Lavliyoning ko'lni hassini tutib olgan edi. Kichik aka, qaytib keldingizmi? 29-qism. Mehmonxona xo'jayini. Mehmonxona xo'jayinini ko'rganda qo'rqdim. Lekin eng qo'rqinchligi uning qo'lidagi Lavliyoning hiliqi ko'ni hassisi edi. Lavliyoga bir ish bo'ldimi? Baya qaytib keldim. Ondaqda ustiga chiqib aram eling. Kashub ketdi. Xo'jayin bu gapni qilganda kulmadi. Bu uning odatda kulib turadigan holatidan xeyli farqlanadi. Tak. Xo'jayinning kashidan chiqayotgan ovoz meni shurgantiradi. Ustinki qavatda nimish bo'lganligiga qiziqib, yana Lavliyoga bir ish bo'p qilishidan ansirab qoldim. Amdili palambayga kelishimga gum qilgan ovoz bilan usti beshi qonga melangan bir to'p odam bir taqir boshni o'ttirg'i ilib, etilib kirdi. Vazito? Kirgini vazito bo'lib, mening ustiga manganligimni ko'rib varqirdi. Hey, og'ina, tegi uxlamadingmi? Seni izlaydigan bir ish botdi. Bu odamlarning hammasining qo'lida qing'roq. Ba'zilarining qo'lidagi qing'roqda qon bo'lib, intayin qo'rqinchli ko'rinadi. Mehmonxona xo'jayiniga qarab qo'ydim. O Vanzdoni ko'rib qo'shinisini turib qo'ydi. Ondan tezli hijib ketdi. Voy, odam izlab kelgan bo'lsanglar, ustiga chiqib deyshinglar, ha? Sizlarni avar qilmay. Xo'jayin shundoq degunicha biz bilan kori bo'lmay, Boday tarafga qarab ketdi. Vanzdo xo'jayinga qarabmi qo'ymay, o'ng qo'lidagi pichoqni murisiga elib, keyindagi sho'rkalariga dedi. Eshik oldida saqlab turinglar. Hech kim kirmasin, ha? O shundoq deb bo'lgandan keyin ko'zlarini chak-chakgunicha xo'jayiniga qaradi. Kashov ketdi. Ishing bo'lmasa, sanmi chiqmaysan? Yotoq xo'jayini ijorg'inicha beshini langshitdi. Vanzdo ikkimiz ikkinchi qavatga chiqqandan keyin u menga qarab qoqoqlab kulib ketdi. Ag'ina, beshini yuyib chiqdingmi nima, ha? Cheching o'l bo'lib ketibdi-ku. Vanzdoning bu vaqtda paydo bo'lishi mening jinimni qutuldirib olgan hisobida bo'ldi. Meni g'alatilik his qildirg'ini odam desa odam emas, jin desa jin emas, mehmonxona xo'jayini uningdan qo'rqadigandek turdi. Bu yerim kechida usti beshing qon turdi-ku. Baya talada tamoq yeyotgan. Yan ustadagi shumtaklar meni tonimaydi ekan qara. Ularga qarab qo'ysam, texi ko'zga ilmagandek nimaga qaraysan deydi. Mening bu eski mijozimda bo'ldi qilamdim. Shunga mundaqli tetitib qo'ydim. Vanzdo shundoq degash uzun pichoqni oldiga shiltib qo'ydi. O'lgur. Qarsam qanday qiladi? Ularning jahonkezdilar orasidagi o'ch adovatining hikoyasini anglaydigan vaqtimmi yo'q. Amsa meni nimaga izlab kelding? Ha? Sana topshiradigan ish botdi. Vanzdo muramdan quchoqlab olib, ejib qo'ydi. Shu gaplar bo'layotganda yotoqning oldiga kelib, yuragim qartdidi qilib qoldi. Lavliyoni qo'shqanda oldi-kayni bo'lib 4 odam ustiga chiqdi. Bo'libmi, heliqi bir jup oshiq mashq bilan yangi kelgan xaridor. Hammasini xo'jayin mushu uyga ib kirgan. Yana heliqi echinishli chiyqirash ovozi. Eshik oldida turib, cho'nqur nafas oldim. Yenimdagi Vanzito tushunmay so'radi.
oldida turib oshmay nimani o'ylayapsan? Men texi tayyorlik qilib bo'lolmay turibla u eshikni echivatdi. Qo'rq. Odam qani? Tezlikda uyga kirib, tozliq uyi, karvat osti va kiyim ishkabini aqtirib chiqdim. Hech kim yo'q. Og'ina, nimani izlayapsan, ha? Tunogin sen bilan kelgan heliqi buvaycho. Vansto hech nimani tushunmay shunday so'rdi. Karvat qirida o'ltirib, cho'nqur nafas oldim. To'g'ri emas-ku. Ular nemishqa bu uyda bo'lmaydi? Koridorga chiqib, ikkinchi qavatdagi hamma uyning eshigini tepib ochdim. Ko'z oldimdagi manzardan qattiq qo'rqib ketdim. Yondagi hamma uyning ichi qon. Bu chaqda yuragim qattiq so'qib ketdi. Lavliyoga bir ish bo'lmagandi. Tuyuqsizda birinchi qavatda quluplangan eliqi uy esimga kelib, Vanzi to'g'u vaqirdim. Og'ina, men bilan pastga tush. Vanzito mening jiddiylashib ketganimni ko'rib, hong'ay qilib qoldi. Burilibla tuvanga qarab yugurdim. Umu kaynimdan agishib keldi. Mehmonxona xo'jayini texcha Batay oldida bo'lib, mening tushganligimni ko'rib, ejib qo'ydi. Kichik aka, yana sirqi chiqamsiz? Onun bilan karim bo'lmay, pastga tushibla koridor ishiga qarab yugurdim. Quluplangan eshikning oldiga kelib, eshikni bor kuchim bilan urib varqirdim. Lavliyo! Lavliyo! Lavliyo, siz ichidimi? Lavliyo! Ne bo'ldi og'ina? Ha? Buvay bu yerga so'linib qoldimi? Ne, tur. Nimaga ursan? Menikiga qara. Vansto pichoqni beliga qistirib, kayniga necha qadam chekingandan keyin bor kuchi bilan etilib, eshikni so'qib ichivatdi. Eshik ichining manzarasini ko'rib, ikkimizning puttiri bo'shib ketdi. Liqqidi jasad. Baya uduldagi uyda yo'shtiringan, gum qilgan ovozni anglaganim xato emaskandi. Cho'qim xo'jayin bu yerga odam tashildi. Burnimni etib-elib, aloqsadi bo'g'inimcha liqqidi jasadlar ichidan Lavliyoni izladim. Eliqi bir jup oshiq bashuqning ostida Lavliyo kiygan oq pinjakni ko'rib, Vansto ikkimiz tezlikda Lavliyoni tortib chiqardik. Bu chaqda Lavliyoning ko'zi chim yumilgan. Usti beshi qon. Qandoqli silkisakmi o'yg'anmidi? O'libdimi? Qana bo'g'di bu. Vanstoning mijozi tuz bo'g'ashqa, Lavliyoning bu holatini ko'rib, eg'izdan shu gap chiqib ketdi. Ko'zimga liqqidi yosh keldi. Bu necha kunda Lavliyo bilan nurg'un ishni beshimdan o'tkazib, xuddi o'zimning bo'sizdek bo'lib qolgan edi. Agar u rostilla o'lsa, bir tuqqunimdan ayrilib qolgan bo'laman. Lavliyo tuyuqsizlik yo'tilib, ozroq esiga kelgandan keyin ko'zini echib so'rdi. Xo'jayin qani? Lavliyoning bu savolidan qattiq cho'chib ketdim. Chatoq bo'ldi. Xo'jayin Batayda. Cho'qim bu ishni so'qib ochganligimizni angladi. Ne bo'ldi ustoz? Ha? Ishq oldidagi ovoq sizni so'lab qo'ydimi? Vansto anglab ochchig'i keldi. U shundoq degunicha ochiqda pichig'ini ko'targunicha sirtqa qarab maqdi. Vansto bu yerdagi ishlarni, xo'jayinning g'alatiligini bilmaydi. Uningdan ansirab, Lavliyoni yo'ligunimcha kaynidan agishib chiqdim. Batayga kelganda xo'jayinning soyisimi yo'q. Hatto eshik oldida qarab turgan bir necha odammi yo'q turadi. Birodarlarim qani? Yavatdi. Lavliyoning bu gapini anglab, Vanstoning pichig'i qo'lidan tushib ketdi.
nima? Lavliyo Bataydan koni hassini ilib, yo'lni olgandan keyin dedi. Bu xo'jayin odammi, jinmi emas. Intayin g'ayri. Eng oxirida ustiga chiqqan xaridorni tirikli yutib atdi. Vansto ishlanmagan nazarda Lavliyodan so'rdi. Nimishqa sizni yemidi? Lavliyo qo'li bilan peshonasidagi qonni surtib keyin oldirmay dedi. O xo'jayin, dod odamning go'shini yeb, aqlli odamning mingi qitig'ini ichidi. Uning damiga tushib ketdim. Lekin u menga cheqilanmaydi. Vansto Lavliyoning mis soatni bartaraf qilgan ishini bilgachga, tabiiyli bu gapga ishinib, tukurgani yutdi. Bu yer intayin qo'rqinchli ekan. Ortiq turishqimi petinanmay, mehmonxonadan chiqib, boshqa yer izdidik. Yo'lda Vansto izchil Lavliyoning gapidan ansirab kelayotgan bo'lib, duduqlig'icha so'rdi. Ustoz, bu 2 kunda u xo'jayinni ostirlimidi? Toz qoldim urvatkili. U meni izlab o'lchanmasa. Agar kunda urushib, so'qishib, qon to'kib, badaningdagi qonxo'rlik eg'ir bo'lmagan bo'lsa, mis soatli o'lib bo'lading. Qara. Kichigimdan jamiyat bilan xo'sham yo'q. Qor yo'lda to'g'ri mengibdiman. Vansto peshonasiga natchini urib atdi. Lavliyo ikkimiz bu soltak bilan korimiz bo'lmay yo'limizga mangdiq. Yo'l bo'yi boshqa gap yo'q. Oxirida qaynoq bozor rayonidan zanjirsimon mehmon saroyida yotoq oldik. Vansto eliqi 4 qavatda jinning sababidan o't ketmaganligini anglab, xushalligida eg'izi yumilmay qoldi. Vansto eliqi 4 qavatda jinning sababidan o't ketmaganligini anglab, xushalligida eg'izi yumilmay qoldi. Oxirida men necha qitim deb yurib, Vansto eliqi aski tuski yig'idigan xotiniga yaxshiroq turalg'u deb berdiganga ma'qul bo'ldi. Bugun kashda meni izlab kelishining sababi 4 qavatning ishini bajarib bo'lgandan keyin yangisi oldida uning uchun yaxshiroq gap qilib qo'yishimiz uchunkan. Bu tarafdagi ish tugadi. Maslahatlashib, erta saharda uning yangisi bilan ko'rishadigan bo'ldik. Lavliyo faqat 13-yo'l avtobusining 4-shofirining Wang Dajong ismli ekanligini, taraqqiyot rayonida turadiganligini bildi. Lekin taraqqiyot rayonida necha yuz ming nopos tursa, bu odamning nada turadiganligini tepish uchun mushu taraqqiyot rayonining qora yo'ldagi sanoqli arbob Vanstoning yangisiga tayinishimiz kerak. Yangisining uyiga boradigan yo'lda Vansto bizga oddiy qilib tanishtirdi. Amaliyotda Vansto boshda akisining kaynidan yuratdi ekan. Keyin aksi xotin oladigan vaqtida mushu xotin yangisi bo'lib qopti. Natijada yangisi guruhga kirgandan keyin akisining qiladigan ish yo'q. Üstü osti hammasiga bu xotin bosh bo'ldi. Uning yangisi Rossiyada 5 yil turgan bo'lib, o tarafdan oz bo'lmagan sodlarni qaytarib kelib, mayli soda yoki aloqa jihatdan bo'lsin, u bir voyaga yetgan ayol azimatgan. Biz bir oliy darajalik o'ltiraq rayoniga kirdik. Bu yerda setildigini bahsi intayin qimmatli dachlar bo'lib, Vanstoning deyishicha butun o'ltiraq rayoni yangisininkan. Biz fontan maydoni oldida mashinadan tushib, bir to'p odamning chet seriq ayolning atrofida kulishib turganligini ko'rdik. Vansto tezlikda o tarafga berib, yangisiga bizning qanday qilib 4 qavat binoda jin alvastini yo'qotganligimizni so'zlab berdi. Yangisi anglab, beshini langshitib, qo'lini pulangshitib,
Lavliyo ikkimizni chaqirdi. Yangisining badani sal simizrak. Qaramoqqa mijozi yaxshi bo'lib, Lavliyo ikkimiz bilan kulib turib ahvol so'rashdi. Men tezlikda salom qaytardim. Lekin yenimdagi Lavliyoda hech qanday inkas yo'q. Burilib Lavliyoga qarasam, u hozir yangining kayindagi odamlar to'piga tikilib turibdi. Uning nazarini bo'ylab qarabla, qo'rqunimdan Lavliyoning beligini tutib oldim. Mehmonxona xo'jayini. U bu yerda nima qiladi? 30-qism. 4-shopir. Lavliyoning beligini tutqanday inkasga kelib, yangiga qarab beshini lang'ishtirib qo'ydi. Yangining mijozi ochiq bo'lib, 4-qavatning ishini bir necha eg'iz so'rgandan keyin sho'rkalariga 2 bola qalin pulni akaguzib qo'limga tutqizdi. Men texcha 4-shopirning ishini o'ylab turg'ashqa, mushu fursatdan foydalanib yangidan yordam so'rdim. Yangimo ortiq gap qilmay, sho'rkisiga topshirib, bir kun ichida xabar berdiganligini aytdi. Paranglashib turganda, Vansto odamlar to'pidan mehmonxona xo'jayinini ko'rib, odam ko'p bo'lg'ashqa yuraklik bo'ldi-mu, varqirg'inicha uni odamlar to'pi ichidan so'rab chiqdi. Sen maxluq, asli bu yerda ekansan-da. Sen rostli birodarlarimni yematdingmi? Aka, aramizda o'qishmaslik bo'ldi-mi qandoq? Men siz bilan tunji qetib ko'rishim. Rostlayapman. Xo'jayin bechorlarcha qiyofatga kirib oldi. Vanstoning ochiq kelib, uni bir ittirib edi. Bu xo'jayin yerda do'milab ketdi. Yanga bu ishni tushunolmay so'rdi. Shaochang, nima qilyapsan? Qandaq o'ch adovating bo'lsa, aniq deymansan. Bu qayri soltak, bir maxluq. Yuqori surat yo'lning yenida odam yeydigan yotoq ichib olibdi. Tos qoldim, menmi yab bo'g'ri. U yotoqni menmi anglagan? Doim odam yutib saqchilarni ishini tekshiramagan edi. Ammo sen xato tunib qoldingmi? U yenimga kelgili bir oydan oshdi. Kunda yenimdan ketib boqmadi-ku. Aka, yolg'on gap qilgan emas. Yuqori suratli yo'l eg'izda yotoq oshqini mening qo'sh kesak akam. Men bilan munosabat yo'q. Qo'sh kesak? Men anglab, ang'ayib qoldim. Qoida bo'yicha bu yotoq xo'jayini oshkorlanib qoldi. Shunga bu yerda paydo bo'lmasligi kerak. Ajaba, rostli qo'sh kesakmidi? O ko'pchilikning ishonmaganligini ko'rib, kimligini chiqarib, va'zi to'g'ibadi. Aka, ishonmasangiz Sochxondan surishtirsangiz bo'ladi. Mening ismim Wang Dichuan, akamning ismi Wang Diji. Vansto kimlikni ilib, uning bilan silishtirib baqdi. Rostli, shunday ish bormi? Bo'ldi. Wang Dichuan yenimga kelib ishlayotgan rostli bir oy bo'lib qoldi. At Sochxonaga berib, oldinroq tekshirib baq. Aksi bilan aralashtiribman. O, shundoq degandan keyin yanga Lavliyo ikkimiz bilan takallub qilishgandan keyin chiqib ketdi. Shu kuni kechda Lavliyo bilan mehmonxonaga qaytganda, men izchil mushu Wang Dichuanni o'ylab yotdim. Lavliyo, qo'sh kezak deganga ishonamsiz? Lavliyo karvatga yetib, bu gapga javob bermay, boshqa gapni qildi. Hozir men faqat ata Wang Dajoni topa olamdiq yo'q, shuningga ko'ngil bo'laman. Meningcha topa olmaymiz. Qarsam, bu yangining xeli karomati bordek turdi. Lavliyo boshqa gap qilmay, birdamdala xo'rakka ketdi. Ikkinchi kuni saharda Vansto yotoq guldirlab kiribdi. Ikki xabar. Birsi xush xabar, birsi shum xabar. Qaysini anglaysan? Amdil o'yg'ong'ashqa, uning bilan so'rashadigan kayfiyat yo'q.
tishimni cho'tkiliga och dedim. Bir-birlabda. Amsa xush xabar ha. Sizlar aytgan heliqi bir nima shoför deganni topdik. Bu yerdan yiroq bo'lmagan kiyim-kechak zavodida ishlaydi ekan. Buni anglab xushal bo'ldim. Bu 4-chi shoför. 13-yil avtobusining birdan-bir hayot qog'urchisi. Bu shum taqdirdan qanday qutulishimda u intayin muhim rol o'ynaydi. Shum xabarchi. Rostkan. Bu Wang Dichuan rostli eliqi yotoq xo'jayinining qo'sh kezak iniskan. Vanzitoning bu gapiga tayyorlig'im bo'lmashqa tishimni yuvayotgan suvdan bir yutum ichib oldim. Aniq tushuntirdingmi? To'g'rimi? Hay, to'g'ri. Soqchi idorasidagi og'inam o'zi tekshiribdi. Arxivini ko'rsatdi. Eliqi yotoqni dal uning orqasi echibdikan. Sizlarning bu yer bek murakkabkan. To'xta. Men chopinimni kiyib olay. Men kiyim zavodiga berib, Wang Dajonni topgandan keyin qaytib kelaman. Nashdan keyin Lavliu ikkimiz yotoqni qaytirib, kiyim-kechak zavodiga Wang Dajonni izlab maqdik. Bu zavod taraqqiyot rayonining chetida bo'lib, atrofining hammasi zavodga. Zavod ichidagi mashinalar vangildab ishlayotgan bo'lib, 10 necha saypon ustam aldirash ishlayotdi. Kuzatchi ishxonasidagi buvaydan surishtirgachga o'ngishli holda Wang Dajonni topdik. Wang Dajong oq-ko'k aralashgan xizmat formasi kiyib olgan bo'lib, bo'yi ancha egiz emas. Qarmoqqa yo'vash, ish mijoz ko'rindi ekan. Siz Wang aka deyman, ha? Ozroq vaqtingizni oldigan bo'ldim. Sizni izlaydigan ish batdi. Mashina ovozi kuchli bo'lg'achqa Wang Dajong gapimni aniq anglayolmay, Lavliu ikkimizni sirtqa boshlab, ikkimizga qarab qo'ygandan keyin so'rdi. Kim bo'lasizlar? Meni nimaga izlagan? Wang aka, men yangi ko'cha avtobus bekitidan. Sizdan so'raydigan ozroq koni ishlayapti. Yordam qilsangiz bo'pti ekan. Wang Dajong yangi ko'cha avtobus bekiti deganni anglab, chiroyi birdilla o'zgarib, Lavliu ikkimizni sirtga ittirayotgandan keyin burilib kirib ketdi. Lavliu ikkimiz sirtda bir-birimizga qarashib qoldik. Aldirsak bo'lmaydi. 10 yil avvalgi ishda uli hayot qolgan. Boshqa kim bo'lsa-mu tilga ilishni xohlamaydi. Shu emasmi? Lekin mayli qandoqli bo'lsin, uning eg'izni ichishimiz kerak. Lavliu ikkimizdan qolgan umri bu avtobusga mushundaqli bog'lanib qolsa bo'lmaydi. Bu odamni menmo bir do'stimdan anglagan. Ayni yili nemishqa faqat shuli hayot qoladi. Bu haqiqatanmi bir bilim. Lavliu ikkimiz sirtda tushlik oramgacha saqladik. Ichidagi odamlar kayni-kayindan bo'lib chiqishga boshladi. Wang Dajong ikkimizning ketmaganligini ko'rib, turib qolgandan keyin beshini chayqab davomliq maqdi. Tezlikda kayindan agishib, tuvan ovozda o'tindim. Wang aka, men hozir 13-yil oxirgi avtobusining shofiri. Sizning ko'nglingizni tushunaman. Lekin men buncha yosh turib qolgan uchidak o'lib ketkim yo'q. Meni qutqizib oling. O'tilib qolay. Wang Dajong qadamini to'xtatib, menga qarab xeylig'ich turgandan keyin tuvan ovozda so'rdi. Qaytib ket. Sana yordam qilolmayman. Wang aka, 10 yil oldidagi 13-yil avtobusining 4-shofiri sizda hayot qopsiz. Sizdan boshqasi menga yordam qilolmaydi. Nimanda qolamsan? Dedim-ku, sana yordam qilolmayman deb. Yana gap qilmoqchi bo'lganda Lavliu meni tutib oldi. Wang Dajong tez-tez qadamlar bilan ishxonaga kirib ketdi. Keyindagi ba'zi ishchilar ahvolimni ko'rib, oldimga kelib dedi. "Ha, yigit,
Taza vaqti emas deyapsiz deyman. Ha? Lavang aslida ishmijaz. Oldingi kunlarda uning ayoli teg'i og'rib qopti ekan. Meningcha siz ozroq vaqt o'tganda keling. Ha? Og'rib? Nima og'riq ekan? Tafsilotini bilmayman. Lekin anglasam, jin chaplashib olgandek. Ishchi to'van ovozda shundoq degandan keyin odam to'piga agishib oshxonaga kirib ketdi. Bu xabarni anglab xushal bo'ldim. Boshqa kasalni bir narsa deyolmayman. Lekin bundaq jin chaplashgan ishda Lavliyo mutaxassis emasmi? Lavliyo ikkimiz atrofdan turadigan yer tepib, yuk taxtlarimizni o'rinlashtirgandan keyin zavodga qaytdik. Tushdan keyindan boshlab kech soat 10 gacha saqlagandan keyin Wang Dajong bir to'p ishchilar bilan ishdan tushib uyga qaytdi. Biz mo kayimdan agishib bir koni uyning oldiga kelib to'xtadik. Texi uyga kirmay turib, Lavliyo bir narsani g'udung shig'ili turdi. Lavliyo, bir narsani bayqadingizmi? Ha, ish bitdi. Kirayli. Lavliyo oldiga mangdi. Lavliyo ikkimiz kirganda Wang Dajong uyda ayolaga tamoq yegizayotgan bo'lib, bizni ko'rib ochiqlab sirtqa haydamoqchi bo'ldi. Lavliyo nimali degan bilan koni jahon kezdi ekan. Faqat birli eg'iz gap qildi. Ayolingning jinnini saqlayman desang, meni eng yaxshisi qo'g'lama. Siz kasal ko'ra olamsiz? Kichik kasalni ko'rolmaymiz. Faqat cho'ng kasallarni, mushundaq razil kasallarni ko'ra olamiz. Ha, amsi tezroq bo'linglar. Ha, tez. Ha, ayolimga nima bo'ldi ekan? Bir haftadan buyon kunda qalaymiqan so'zlab, yana paqa qurtlarni yeydigan bo'lib qoldi. Bu gap amdili chiqishiga Wang Dajongning ayoli saran bo'lgandek sirtqa qochmoqchi bo'ldi. Bu ayol 50 yoshlar atrofida, ustiga gulli kiyim kiygan. Eg'izda texi paqining puti bo'lib, odamning ko'nglini ilashtiradi. Lavliyo uningga qarab qo'yibla, hassini ko'tarib turgan. Wang Dajong ko'rib, ochchig'i kelib to'sib oldi. Kasal ko'rsangiz ko'ring. Ayolimni urmang. Buni ko'rib, uning bilidan quchoqlab tutib oldi. Hassi takkanda ayol echinishliq chirqirab ketdi. Bu ovoz intayin g'alati bo'lib, anglamoqqa ayolning ovoziga qat'iy o'xshamaydi. Lavliyoning ko'zi birdilla o'tkirilishib, so'g'oq talaffuzda dedi. Ha, endi ketmisang, ikkinchi kaltakda. Ha, seni qabohatlik bir yerga tushirib etaman. Shu yerda jajongni yeysan. Wang Dajong ko'rib, teximi ochiqlab, bor kuchi bilan to'smoqchi bo'ldi. Lekin ikkinchi qitimligi tagmay turib, ayol xuddi ro'yi chiqib ketgandek yerga yiqildi. Orqadan bir og'maxon ishkab ostidan shipirlab chiqib, derazadan chiqib ketdi. Qo'limni qo'yib atgandan keyin Wang Dajong tezlikda berib ayolni yulib oldi. Ayol ko'zni asta ichib, qarmoqqa eg'ir kasaldan saqaygandek yengil ovozda chaqirdi. Dajong. Wang Dajong xushalligidan yig'lab atdi. Siz o'yladiki, og'maxonni urganmi? Endi urmayman. Endi hargiz urmayman. Hargiz. Wang Dajong ayolning saqlaydiganligini ko'rib, Lavliyo to'xtamay rahmat etdi. Eshikdan chiqqanda fursatning kelganligini bilib, yana 10 yil burunqi ishni so'rdi. Wang aka, meni qutuldirib olmasangiz bo'lmaydi. Ayni yili siz qanday qilib bexatar holda 13-yo'l avtobusidan qutulgan? Ha? Inam. Sana yordam qilmayman emas. Ayni yili men rastilla yangi ko'chadagi avtobus bekatda avtobus haydigan. Lekin haydiganim kunduzning 6-yo'l avtobusi. Bir orliqda rahbarlar menga 13-yo'l avtobusni hayda degan. Keyin birsi aytiblik bilan o'rnimga chiqdi.
Wang Dajongning bu gapidan umidsizlangan bo'lsam-mu, lekin yana so'rdim. Oxirida o'rningizga chiqib, bu 13-yil avtobusini haydagan kimkan? Wang Dajong aldirmay bir ismni dedi. Wu Baoku. Lao Wu.